Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Lamosendi to'g'larimiz sotuvda. Arzonini so'raganlar uchun mana 25 ming so'mdan sotilyapti. Soni 400 dona. Manzilimiz Farg'ona viloyatida. Bemalol kelib ko'rib netib olishlaringiz mumkin. Farg'ona viloyati Quva tumani bilan Xonobodning o'rtasida. Kelib ko'rib olaverasizlar. Lokatsiyalarni tashlab beraveramiz. Egasining nomini videoning tagida qoldiraman. To'g'larimizni tuxum foizi 75% tuxum beryapti hozirgi kunda. Hozir ham daromadi bor degani bu tuxum narxlari balandligini hisobga olganda o'zini o'zi bemalol qoplab sizga ancha foyda chiqarib beradi baribir. To'g'larimizni prямо egasini o'zini nomida bemalol telefon qilib dastlabkilar bor, dastlabki pullari alohida hisoblanadi. Bu to'g'lar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Lamosendi to'g'lari bir kunda 120-130 grammdan yeydi. Hozir mana shu yoshdagilar 130 grammdan yeydi. Endi tuxumga kirganlar 120 grammdan yeydi. Yiliga 300-310 ta tuxum beradi. To'g'larimiz germanskiy zot, nesushka hisoblanadi. Faqat tuxum yo'nalishi uchun. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. O'zlaringizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozib qoldirsalaring, keyingi videoda savollarga javob berib o'taman.